Assalomu alaykum ağalar. Başlagan günüz hayırlı berekeli olsun. Növbetdagi savdolarimiz Xudo xolasa 3 ta rayonga O'zbekistonning turli burchaklarini jo'natamiz. Xudo xolasa bu Yogo elektromototsiklimizni nasib qilsa Namangan viloyati Chartaq tumanidan jo'natamiz. Mototsiklimiz haqida qisqacha obzor qilib ketsak, mototsiklimiz polu kabinkalar bilan jihozlangan. Bu polu kabinkalar sizni shamoldan, yomg'irdan, quyoshdan bemalol to'sadi. Qishning kunida ham yon taraflarini o'rab kabinka o'rnida ham foydalansangiz bo'ladi. Mototsiklimiz 6 ta 70 amperlikdan 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. 2000 miya 2000 motor qo'yilgan bo'ladi. Oldingi vilkalari 50 lik bo'ladi. Planshet tabro va Cobalt pultlar qo'yilgan bo'ladi ağalar. Cobalt putlari ham bor bo'ladi. Signalizatsiya, qo'shimcha yashiklari, MP3lar bor. Mana buni pol kabinka deyiladi, model nomi. 180 ga 130 hisoblanadi. Akkumulyatorlari 70 lik 2000 miya 2000 motor. 1 tonna yukni bemalol foydalana oladi. Ağalar, bu mototsiklarimizdan skladimizda yeterlicha zakazlarni bersangiz 500 kg 1 tonnalik variantlaridan bor. Bu Drongo mototsiklimiz Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir rayoni Beltov degan joyga bo'ladi. Bu Beltovdagi ağalarimiz kecha kelishgan, talashdik, tartishdik, oxirinda savdomizni qilib, ikkita mototsiklni savdosini baraka qildik. Bittasini kecha yetkazib bergandik, bittasini bugun mana kun davomida yetkazib beramiz. Mototsiklimiz haqida to'xtalib o'tsak, 200 lik Zonshen motor, qo'sha ramlar bilan jihozlangan, oldingi vilkalar 60 lik bo'ladi. Drakon morda deb aytiladi. Bu Drakon oldingi faralari Drakon hisoblanadi. Shamoldan sizni to'suvchi aynalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mototsiklimizding motorining kubasi 218 kuba bo'ladi. 200 lik motor deb aytiladi. Mototsiklimizda пониженныйлар bor, усиленный задний mostlar qo'yilgan, qo'shimchasina kaska, zapaska balon qilish, domkrat hamma narsalari bo'ladi. Bu пониженный передачалari bor, akkumulyatorlar joyida. Xudo xolasa mototsiklimiz 1 tonna, 1,5 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Mototsiklimizding bort razmerlari 220 ga 140 bo'lib hisoblanadi. Xudo xolasa buni naqd pulda savdo bo'ldi. Bu mototsiklimizding narxi 23 million so'm. Bu mototsiklimizding narxi 18 million so'm bo'lib hisoblanadi. Bu narxlarning ichida 1 yil kafolat muddati, bepul O'zbekiston bo'yicha dastavkalar mavjud. Yetkazib berish, uyingizgacha yetkazib berish xizmati mavjud. Bundan tashqari 1 yillik servisi bor kafolatda ichida. Agar qimmat narx desangizlar, 1 yillik servis kafolat menga kerak emas desangizlar, sotuvchilarimiz quyidagi nomerlarga qilsangiz bo'ladi. Sotuvchilarimiz savdolashgan holda bemalol sizga kerakli takliflarni berishadi. Xudo xolasa bu mototsiklimiz Buxoroga ketyapti. Hozir texnik motor tarafida oxirgi tekshiruvdan o'tgan paytida motor tarafida tormoz tarafini oxirgi tekshiruvlardan o'tkazib jo'nataveramiz. Bu mototsiklimiz ham 218 kublik. Motorlari 218 kub. Mana zadniy mostlari усиление qilingan. Mana resorlarni ko'rishingiz mumkin. Baquvvat quyma rama deb aytiladi. Bunda regrovka oldiga orqaga o'q to'g'rilaydigan o'q bo'lmaydi bu mototsikllarda. Bu mototsiklarimizdan Xudo xolasa eng oxirgisi bu aksiyadagi mototsiklimiz edi. Bu mototsiklimizni 20 million so'mga baraka qilganmiz. Endi bu mototsiklimizddan tugagan. Ağalar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarni benzinli mototsikllarimiz qiziqtirsa, Eldashning 500 kiloliklaridan, bundan tashqari mana Drongoning polu kabinka variantlaridan bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu Dayang moto, mana Dayang deyiladi. Bu Xitoydagi eng yaxshi zavodlardan bittasi. Sifatiga alohida e'tibor bersangiz bo'ladi. Mana mototsiklimiz polu kabinka bilan jihozlangan, elektron tablo. Bundan tashqari mana avarinka, dvornik, oynani ortida ventilyator, mana tepada ventilyatorlarimiz bor. Ventilyatorlargacha xizmat ko'rsatadigan joylari bor. Mototsiklimizda пониженный передач bor. 218 kubalik motor turibdi.
Bundan tashqari mototsiklimiz 220 ga 140. Buning alohida jihati, buni ham qish oyida bemalol o'rab kabinka o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bu motosiklimizning narxi ag'alar 26 million so'm bo'ladi. Telefon qiling, savdolashamiz. Hammasini sizga yetkazib beramiz. Bu mototsiklimiz Kavalo, qo'y, mol, umuman dehqonchilikda, qishloq xo'jaligida umuman sizga bemalol yordamchi bo'ladigan, mollarda ham, qo'ylarda ham ortib bemalol bozorlarga ham taksi xizmatini qilsangiz bo'ladigan modelimiz. Bu modelimiz 220 ga 140 bo'ladi. Motorlar 218 kuba, qo'sha ram deyiladi. Qo'sha ramalar bilan jihozlangan. Bundan tashqari bu modelimizda o'sha ponijniylari bor bunda ham. Xudo xolasa bu modelimizning narxi 26 million so'm. Telefon qiling, albatta sizga ham o'z mototsiklimizni yetkazib beramiz. Tak, bu yog'ida Eldash motor bor ekan, hozir haydab kelaman. Tak. Bu Eldash mototsiklimiz o'zini 60 kunlik kafolatiga ega. Juda o'zini yaxshi tutadi. 1 tonna yukni, 1 tonna, 2 tonna yukni bemalol tortadi bu modelimiz. Motor miyalari 2000 TL ekan, lition akkumulyator qo'yilgan, 72 voltlik mana akkumulyatorni ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatoriga umuman hamma joyiga bir yil emas, bunda 60 kun kafolat beriladi. Bu Eldash zavod tomonidan beriladi. Bu motosiklimizda endi 1.8 lik men uchun kichkina, menga kattasi kerak, ko'proq yurish kerak degan ag'alarimiz bo'lsa, bemalol shu ag'alarimizga taklif qilamiz. Mana zaryadkasi, kitobi, qo'shimcha poliklari, hamma narsasi bor. Kaska, paska, hamma narsasi bor bo'ladi bu motosiklimizda. Bu motosiklimizda xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha bepul dostavkalari mavjud. 1 yillik servis kafolati Jayxun Motors tomonidan bera olamiz. Bu motosiklimizning narxi 16 million so'm bo'ladi. Ag'alar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa furamiz kelgan. Hozir yuklab Namangan Charchoqqa, Buxoro, G'ijduvonga bu furaga yuklab olamiz. Tuzni ustiga. Tuz ortgan ag'alarimiz tuzni ustiga yuklab O'zbekiston bo'yicha o'sha va'da qilingan dostavkalarimizni qilib beramiz. Sog'-omon bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska bosishni unutmang. Har doim Jayxun Motors jamoasi siz uchun xizmatda. Namangan ketadimi? Namangan ket. Baik, podpiska ya, Mak. Uzandı. Şöyle koyarsın yerine. Bu muydu?